Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar faoliyatining huquqiy asoslari. O'zbekiston Respublikasida vijdon erkinligi har bir fuqaro uchun konstitutsiyaviy huquq sifatida kafolatlangan. Har kim xohlagan diniga e'tiqod qilishi yoki hech bir dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirish esa taqiqlanadi. Diniy tashkilot fuqarolarning birgalikda e'tiqod qilish, ibodat va diniy marosimlarni ado etish maqsadida tuzilgan, daromad olishni asosiy maqsad qilib olmagan, ro'yxatdan o'tgan ko'ngilli birlashmadir. O'zbekiston fuqarolari, shuningdek chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar vijdon erkinligi va dinga e'tiqod qilish erkinligidan teng ravishda foydalanadilar. Dinga munosabat asosida kamsitish, ustunlik belgilash yoki diniy adovat qo'zg'atish qonun bilan taqiqlanadi va javobgarlikka sabab bo'ladi. Rasmiy hujjatlarda fuqarolarning diniy e'tiqodi haqida ma'lumotlar kiritilmaydi. Hech kim diniy e'tiqodni bahona qilib qonunda belgilangan majburiyatlardan bo'yin tovlashi mumkin emas. Diniy tashkilotlar O'zbekiston Respublikasi adliya organlari tomonidan belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkaziladi va faqat qonun doirasida faoliyat yuritadi. Vijdon erkinligi inson huquqlarining ajralmas qismi, diniy bag'rikenglik esa jamiyat barqarorligining poydevoridir.